Siz ham xuddi shu ko'rayotgan suv filtrlarini 8 million, 10 million, 12 million so'mdan qo'ydirganmisiz? Agar qo'ydirgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz ham bizga o'xshab yeb qo'ygan ekansiz. Mana bu ko'rayotgan suv filtrlaringizni hozirgi kunda narx-navosini eshitsangiz, vobshe mazza qilib olasiz. Narxini cho'zmayman. Mana bu ko'rayotgan narxlaringizni xuddi shu ko'rayotgan suv filtrlarini elektro do'kondan olib ketsanglar bo'ladi. Qaranglar. 6 ta bosqichda suv tozalaydigan polvon variantimiz. Mana bu ko'rayotganingiz 5 ta bosqichda tozalaydi. Mana bunisi bo'lsa 7 ta bosqichda, mana bu ko'rayotganingiz bo'lsa 5 ta bosqichda suv tozalaydi. Narxlari bo'lsa quyidagicha. Xuddi shu ko'rayotgan suv filtrlarini naqdga optim narx topib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari muddatli to'lovga xarid qilaman deydigan bo'lsanglar, Elektrodan muddatli to'lovga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan pasportingiz bilan, plastik kartochkangiz bilan kelasiz bo'ldi. Boshlang'ich to'lov ham talab qilinmaydi. Bundan tashqari trassaga kerak bo'ladigan katta suv filtrlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni ham elektro do'kondan topsangiz bo'ladi. Qarang, pastda nomer qoldiraman, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Manzilimizni eslatib o'taman, Chinoz shahar, Dehqon bozorining yonginasida joylashgan. Bemalol kelaverasizlar.